og'iz burungacha o'pishib video qilayotganlar haqida juda ham ko'p gapirilyapti. Oldinlari uncha e'tibor bermasdim to'g'risi. Xudo insof bermasachi bekor ekansizlar. Dayusligicha qoladi. Farosatsiz ayol bo'lsa, farosatsizligicha. Er jonivorda farosat o'lik bo'lishi yoki aksincha, xotinda shunaqa bo'lishi mumkin, lekin hech bo'lmasa bittasida farosat urug'i bo'ladi-ku baribir. Sal kallani ishlatib, biz o'zi nima qilyapmiz deb odam o'ziga savol berish kerak-ku. Millionlagan odam oldida xotini bilan o'pishib, keyin buni xatoligi gapirilganda negativmisan? Mana hayotimni ko'ra olmayapsanmi deyotgan hurmatli, baxtli oila. Xudoni jazosi shu aslida sizlarga. Sizlarni o'z holiga tashlab qo'ygani, bilganingcha yashayotganing shu jazoni bitta turi bo'ladi. Esingdan chiqarmagin. Hali intiqomni kattasi keladi. Dayus eram, fahsha eng katta targ'ibotchisi bo'lgan farosatsiz xotin ham javob beradi. Hozir xohlaganingcha yasha. Qalbing Xudo tomonidan yopilgani uchun ham hech qanaqa da'vat yoki bo'lmasa nahiy munkar senga ta'sir qilmaydi. Dovringni sur. Lekin unutma, o'lim juda ham yaqin. Oldimizdagi nechta yaqin yosh qarilarimiz bizdan ketishdi. Sen o'sha ishonmaydigan hali uzoq deb o'ylayotgan o'lim juda ham yaqin aslida. Xudodan so'raginki, oxirgacha seni bu holingda tashlab qo'ymasin. Men Allohni yaxshi ko'rgan bandasiman, nima deyapsan deydi. O'zingni bitta valizot deb o'ylama, tavbani qil. Xudo hammamizga insof bersin.